Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlarim. Bugun 6 noyabr, haftaning payshanba kuni. Bugun bizda yana bozor. Xo'p, gullarimizni sotishda davom etmoqdamiz. Hamma narsani yakuni bo'lgandek, bugun videoyimizga yakun yasaymiz. Gullarimiz shu bilan tugaydi. Oxirini olib chiqdim. Teplitsadan terib. Mana 3 tali birlarim, mixlar ham oxiri qoldi. Kosmolarimiz ham bu yilgi oxirgi gullar. Shu bilan tugaydi. Menda. Olmaganlar ulgulib qolinglar. Telefon qilib menga shunday ajratib qo'y rangi-rangidan desangiz, bugun kechgacha jo'natib yuboraman. Sariq, qizil, malina, oranjoviy bor. Keyin ko'paytiraman deganlarga mana bunday variantlarimiz bor. Stakanda bitta qilib ekkanmiz. Bularni kelishtirib arzon qilib beraman. 5000 so'mdan qilib beraman. Bularda. Ko'p olsa yana ham tushib beraman. Masalan, 1000 ta, 2000 ta olaman deydiganlarga. Rangini alohida qilib beraman. $5000 so'mdan. Keyingi yilga tagidan chiqaveradi. Ko'paytirishga. Gullarimiz oxirlab qoldi. Tuvagim yo'q, opa, tugagan tuvagim. Telefon qilinglar. 99 321 82 17. Jo'natib yuboraman. Sraz jo'natamiz. Bugun oxiri yakuniy qism bugun. Olaman deganlar o'zlari olib qo'yishyapti. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi bundan buyoq qiladigan ishlarimiz urug' sepish bo'ladi. Hali ularni ham bafircha ko'rsatib o'taman. Xo'p, petuniya, salviya, shafron, chinigul mavsumiy gullarimizda hammasini urug'lari bor bizda. Turadi. Gullarimiz 30 mingdan. Qishga turadimi? Ha, qishdiki aka, qishda endi ochilyapti-yu, turaveradi. Qabristonga qo'ysak turaveradimi? Bo'laveradi aka. Bo'laveradi. Mana qishga turadimi? Ma'lum vaqtdan keyin sovuqda masalan tanani uradi. Gulingiz qanaqa sapsap? U karam guli. 5000 so'mdan. Mana shu hozir yanvargacha turadi. Yo'q. Muzlamada muzlaydi aka. Buni uyga olib kirib qo'ysangiz, uyda ochilib turaveradi. Kamila yo'qmi? Yo'q, kamilamiz yo'q. Kamolamiz bor. Xo'p, shunaqa do'stlar. Narxlarimizga keladigan bo'lsak, xo'p, oxiri bo'lganligi uchun Kosmo navimizda 25000 so'mdan qilib beraman. Oxiri qolganligi uchun 30 mingdan sotayotgan edim. Sizlarga telefon qilib YouTube'dan ko'rdim desalaring 25 mingdan qilib beraman. Oxiri qolganligi uchun yana 30 mingdan olganlar voy kutib tursak bo'lar ekan demanglar. Chunki oxiri qolgan sotib yuborishim kerak. Mixlarda 20 ming so'mdan qilib beraveraman. Bunda ham sanoqli qoldi. Shu bilan tugaydi bu gullarimiz. Bugun 2020, endi 2026 da bo'ladi. 2025 mavsumiga tugadi bu gullarimiz. Shunaqa do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha yaxshi kunlarda.